Videoni yaxshilab oxirigacha eshitamiz va yaqinroq kelamiz. Hozir sizlarga va'da qilgan dorilarimni aytib beraman. Qaranglar. Mana bu ustiga yozib qo'ydim. Ildizga kokteyl. Buning ichida 30 gramm ikkita dori bitta qilingan kokteyl. Bu ildiziga har 10-15 kunda ildiziga beriladi. Masalan, perisadka qildinglar. Olib mana shuni razvodit qilib turib quyasizlar yoki bo'lmasam profilaktika uchun ham qilsanglar ildizlarni stimulyatsiyasiga yaxshi, antistressiga yaxshi, o'rganishiga yaxshi, ildiz otib chiqarib berishiga yaxshi, yana boshqa ildizlar otib chiqishiga ham juda ham yaxshi, juda ham katta spektrda professionalniy dori hisoblanadi. Keyin mana bunisi bu 1 litrga 1 gramm solinadi, ustidan sepiladi. Bu ham har 10-15 kunda qilinadi. Ildizdan ham quysa bo'ladi, noastavno ustidan. Tigidan qilinganda уже 1 litrga 1 gramm emas, 1 litrga 2 gramm. Bu hozir sizlarga aytaman, izobion, epin bor-ku, mana shuni ichida undan ham ko'p aralashgan kuchliroq, yaxshiroq dori hisoblanadi. Ozgina hidini aytmasa, atak juda ham yaxshi dorilar hisoblanadi. Fundazolni bilasizlar, ildizlarni chirishini oldini olishga, chirishiga juda ham yaxshi, 1 litrga 1 gramm. Keyin mana bu keldi. Bu ham 1 litrga 1 gramm solinadi. Bu kaliy, magniy, azotga juda ham boy dori hisoblanadi. Bu ustidan sepiladi. Даже nima deydi, gullatishiga, o'stirishiga, bay chiqarib berishga ham juda ham yaxshi dori hisoblanadi. Tak, buni xudo xolasa yana hammasini tayyorlaganimda men sizlarga hammasini ko'rsatib, tushuntirib o'tib ketaman. Ungacha va'da qilingani uchun mana keldi, rasfasovka qildim. Hamma yoni to'kib, bunaqa qilib, hidi juda ham o'tkirroq to'g'risi. Lekin effekti inshaalloh Alloh izni bilan juda ham yaxshi. Ayniqsa hozir nima deydi, уже sovuqlar tushyapti. Ana o'shalarga juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Bunisi ham ildizga ustiga. Ayniqsa fundazolni hozir qilib turib, profilaktika uchun qilib turib, bir hafta 10 kundan keyin mana buni bersa, ayniqsa kameliya guli, arukariya archa, mana shularni ekib perisadka qilganda katta stressga uchramaslik uchun perisadkadan keyin mana shuni quyib olsanglar, xudo xolasa, inshaalloh juda ham yaxshi effekt beradi. Ustidan mana bu. To'g'ri, ozgina dog'-bog' qoldirishi mumkin. Agar qoldirsa, no effekt, xudo xolasa yaxshi. Bir hafta 10 kun bular ishlaydi. Qilganinglardan keyin har 7-14 bir kungacha ishlaydi. Sizlarga tavsiya qiladiganim shu. Yana qolgan dorilarni hammasini bilasizlar. Xudo xolasa yana sizlar bilan buni tayyorlaymiz. Ammo hozir o'zimga mana bu ildiz ikkitalik kokteylimni tayyorladim. Bir to'la chelakka tayyorladim. Hozir gullarni tagidan quyib chiqaman. Inshaalloh mana yuborib qo'yinglar. Yana xudo xolasa aktiv bo'lib tursanglar, sekin-sekin men sizlarga ko'rsatib, yana batafsilroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Sog' bo'lasizlar.